Muhammed Salih Damulla Hacimning qisqacha tarjima holi. Ustoz Muhammed Salih Damulla Hacim 1936-yili Atuşda tunulgan dini alim Salih Damulla Hacim oilasida dunyoga kelgan. Maktab yoshiga yetgandan keyin bir tarafdan fanniy maktabda o'qish bilan birga oilasida muntazam diniy tarbiya olgan va 11 yosh vaqtida Qur'oni Karimni to'liq yodga elib tugatgan. Shundaqla dadisi Salih Damulla Hacimda arab, faris tillarini qaytirqinib o'rganishga kirishib ketgan. 1949-yili vatanimiz Xitoy kommunistlar tarafidan besib olingandan keyin boshqa barliq olim, ulamo va ziyolilar qatorida marhum ustozimizning oilasimi nurg'un qiyinchilik va besimlarga duch kelgan. Biroq ustoz har qanday qiyinchilik va to'salg'ular oldidimi o'zini yo'qotib qo'ymay o'rganishini davomlashtirgan. Ustoz Muhammed Salih Damulla Hacim har qachon o'zining hayot musofasini asliginida dadisi Salih Damulla Hacimni iftixor bilan tilga elishni unutmaydi va "Padar mening har tarafdan komil bo'lib yetilishimga o'zi bir qo'lliq yetakchilik qilgan" deydi. Ustoz o'z yurtida puxta asos solgandan keyin ayni davr sharoitining taqozosi bo'yicha Beijingda ochilgan Islom institutida o'qishga kirgan. Shu chog'larda mazkur institutga Misrdan Bahiyuddin Zaybani, Sheyx Abdullatif Hamid qatorliq ilg'or ideya va yuqori ma'lumotli professorlar taklif qilingan edi. Ustoz Muhammed Salih Damulla Hacim fursatni intayin ching tutib, mazkur professorlarning bevosita yetakchiligida tafsir, hadis, fiqhi, islom falsafasi, islom tarixi, ilmiy balog'at, ilmiy kalom, arab adabiyoti qatorliq fanlarni sistemalik o'rgangan. Shundaqla o'zining ma'lum bir organga tava bo'lib turib, tadqiqotini davomlashtirmasa, tadqiqotining izchilligi va bexatarligiga kapolatlik qilolmaydiganligini nazarda tutib, Xitoy Fanlar Akademiyasi atalmish Xinjiang sho'basining millatlar tadqiqot o'rniga o'rinlashgan. Shundaqla shu yerdagi vaqtidan foydalanib, bari kuchi bilan o'z ko'ngliga pukkan planlarini ishga oshirish yo'lida kechini kunduzga ulab diniy tadqiqot sohasiga kirishib ketgan va muqaddas dasturimiz bo'lgan Qur'oni Karimni hozirgi zamon Uyg'ur tiliga tushunishlik va ravon tarjima qilib chiqqan. Qur'oni Karim tarjimasi bitgandan keyin ayni davrdagi atoqli ulamolardan Abdul Hakim Maxtumajim qatorliq 15 nafar mo'tabar olimlar boshdan oxiri ko'rib chiqqan va nihoyatda yuqori baho bergan. Mazkur tarjima nusxa 1986-yil Beijingdagi Millatlar nashriyotidan 200 ming tirajda besib tarqatilgan. Shundaqla Saudiya Arabiston podshohi Fahidning buyrug'i bilan Podshoh Fahid Qur'on besish matbaasida bir qancha 100 ming parcha besilib, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur musulmonlariga haqsiz tarqatilgan va Sharq Turkistonga ko'p sonda elib kirilgan qismanlari tarqatilgan. Ustozning Qur'oni Karimning tarjimasidan boshqa yana Sahihul Buxoriyning sharhisi, Muhammad alayhissalomning tarjimaholi qatorliq mo'tabar kitoblarni tarjima qilib nashr qildirgan. Marhum ustoz Qur'oni Karim tarjimasi, Qur'oni Karimning 29-30 paralarining tafsiri, Arabcha Uyg'urcha o'ttir hajmlik lug'at, Qur'oni Karim va hadis shariflardan tanlanma, Arabcha Uyg'urcha cho'ng qomus, duoning ahamiyati va xosiyatli duolar qatorliq asarlarni tuzgan va tarjima qilib nashr qildirgan. Uningdan boshqa Nur va Qalam, Sahihul Buxoriyning to'liq tarjimasi, Ihyaul Ulumuddin, Uyg'urcha Arabcha qomus qatorliq kitoblarni nashrga tayyorlagan bo'lsa-mu, vatanimizdagi izchil eshib berayotgan diniy taqiblar va cheklamalar tufaylidan nashr qildirish imkoniyati bo'lmagan. 2013-yillari o'pko'risida ustozimiz o'zining va dadasining shundaqli boshqa yana bir turkum mashhur Uyg'ur olimlarining arabcha she'rlarini bir divon qilib to'plab, Azhar universitetidagi ijtihodliq bir qarindishimizning kuch chiqarishi bilan Misrdagi Darul Basair nashriyoti tarafidan nashr qildirgan. Ustoz o'zining yoshinib qolganligiga qaramay, kunduzni kechiga ulab tadqiqot va yiziqchilik bilan shug'ullanadi.
uning kundalik ilmiy faoliyatlari ba'zida 15 soatdan ortiq bo'ladi. Turmushda intayin oddiy sodda, muomalada kichik fe'l edi. Ustoz Muhammad Salih Damulla hojim 2018-yil 1-oyning 25-kuni Xitoy kommunistlar tarafidan turmada shahid qilindi. Alloh marhumga jannatdan oliy maqom ato qilg'ay. Oxirida marhum faxrlik ustozimiz shahid Muhammad Salih Damulla hojim uchun yozilgan marsiyani diqqatingizga sunamiz. Abduri Iqbal. Bayon aylay bu dahshat qayg'u alamni qandoq. Qalamlar to'lg'unib, ko'z yoshlar oqdi taramlab, saqidi millat osmonida parlagan quyosh. Uyg'urning qalbini judolik oldi qamallab. İslam osmonida chaqnagan Uyg'ur yulduzi. Güzel tongga ulaşmasdan o'chdi halsirab. Bir ömür İslam ishqida so'qqan xolis yurak. Zalimning turmusida vaqtsiz qoldi to'xtab. Chaqmoq chaqqandek cho'chib millat cho'mdi qayg'uga. Xiralashdi ko'zlar, aqllar qoldi tengirqab. Tinmagan hech Uyg'ur faryodi bu qayg'usizmi? Her musibatda ezilib yurak ketadi yig'lab. Olim o'ldi, olam o'ldi, kelajak g'uvolashdi. Olimsiz millat uchun her yangi kun iztirob. 32 harf julalangan ulug' Qur'on. Motamga cho'kib elvida dedi yig'lamsirab. Milyonlab Uyg'urning qalbiga tamdi achchiq yosh. Aslidi qayta tarjima Qur'onni varaqlab. Sahihul Buxoriy, solihlar bog'chisi shu an. Ko'zlarga surtildi, dillarda qaytadan yashnab. Ijobatlik duolar uchun duoga qo'l ko'tirdi. Mahzun dilni pichoqladi bu judolik qiynab. U yozgan qasidalar Nil bo'yida dulqullasa, Marokashning qasrlari hali ham turar yodlab. Türk tillar divanida uning siymosi qoldi. Qomusning har harfi ustoz deydi jimirlab. Qalbi, amali, qalami Allohga bog'langan. Al-Vatan g'imida kechini kunduzga ulab. Millatning ustozi edi, ummatga bog'langan. Allah söygüsü turatdi, qalbida yalqullab. Vatan osmonini bosqandi zulmat buluti. Mardoni qalg'andi o'zi xalqiga bo'lib bosh. Hijrat deb chapqandi millat har yon qaymoqib. Hijrat asli kurash deb qalgan kurashni tanlab. Zulmat kechilarda jismi go'yo edi mash'al. Ko'ysimi rozi edi, haq desi ko'ngli yayrab. Zalim qari qo'lni sundi oxir ustozga. Shahid qilindi bugun Uyg'ur ketdi tipirlab. Armoni buyuk edi, buyuk armoni jannat. Shahodat bilan ketdi tuman ming ko'zni yashlab. Qon qisasga bo'g'ildi, Xitoy deydi vijdonlar. İman to'lgan yuraklar intiqom deb partilab. Biz bichora millatning qismat tingi otmadi. Yolg'izlama bizlarni, biz qoldik yetimsirab. Ulug' Rabbim so'raymiz ustoz ketdi söygüngda. Bu söygüge jannatni bersang ekan tortuqlab. Ustoz bir nur edi, millat qalbida parlagan. Algın pəzlingi Rabbim şehitlik libasıga o'rab.